Jamilaxon, bormisiz? Rahmat. Yaxshimi? Kuyov yaxshilami? Charchamayapsizmi? Bu o'tib turardingiz, ko'rmay qoldingiz. Ishlar ko'payib ketdi. Mol hol degan bilasiz-ku. O'zingizda to'ylar qachon endi? Ha, bu ish tugamaydi. Voy, o'zi kim ko'rsa to'y qachon deb xolajonimga qo'yishmayapti. Oldin yigitlarga xotin ol desa, o'zini qo'ygani joy topa olmasdi. Hozir esa uylanasanmi desa, qochgani joy topa olmayapti. Shunaqa. Bilmadim. Qachon to'yini ko'rarkanmiz. Kamronjoni ham to'ylari yetib qoldi. Xudo xolasa. O'sha yerlarda o'ynab, kulib, changitib yurardim. To'y ham yetib qoldi. Choyda oling. Lekin yaxshi qiz topish ham qiyin bo'lib qoldi. Maslahatim nima bo'lganda ham oddiygina o'qimagan qizdan toping. Menga qarang, o'qigani nima qilib berardi? O'qigani tili uzun, ko'cha ko'rgan bo'ladi. Keyinchi eng asosiysi onasini yaxshilab surishtiring. Maqol bor-ku, onasini ko'rib qizini oldiga. Ha, nima deysiz endi? Yaxshi qiz topishda o'zi ham qiyin bo'lib qoldi, to'g'ri aytasiz. Ana kuyov bolani o'zi ham chiqib qoldi. Ke bolam, ke Kamronjon choy ichib ket. Voy, bo'ylaringda o'zim o'rgil. Katta bo'lib qoldi-ya. Xudo rahmatli onasi shukrlarni ko'rmadi. Kel kech qolmadingmi-ki? Assalomu alaykum. Yaxshimisan o'g'lim? Assalomu alaykum kene. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Maza yaxshimi? O'zing yaxshimisan bolam? Rahmat. Jamila kelayim, seni so'rab kelibdilar. Qachon to'y ko'ramiz deb. Yaxshi kelin chiqsa uylanamizmi? Ana ko'rdingizmi? Bularning gapi tayyor. Bu mahallaga chiqsam hamma so'raydi. To'yini qachon ko'ramiz? Qachon to'yini qilarsiz? Bu Xudo rahmatli onang ham to'yini ko'ray deb o'tib ketdilar. Men ham ko'rib olay to'ylaringni. Uylantirsam yaxshi-da. Dazmoli qilingan, osh-ovqati tayyor. Ertaga meni borim bor, yo'g'im bor, yotarim bor, turarim bor bolam. Menga ham qararmidi? Hali hamchi o'sha tog'angning qizidan qolma, Kamron. Aqlli, esli hushli, nima qilsa ham o'zimizniki. Endi o'qiganlar aql o'rgatadi. To'g'rimi kene? Gapi tayyor. Ko'rdingizmi? Qarindoshdan qiz olganda padariga minglanadi. Mana o'zim. Siz so'ramay, men gapirmay. O'zimniki deb amakivachcham bilan quda bo'lgandim. Ikki o'rtada o'g'lim kuyib ketdi. G'iring degan tovush chiqdimi, qarindoshlar o'rtasiga sovuqchilik tushar ekan. Har qalay institut bitirgan-ku, eriga suyanchiq bo'ladi deb o'ylagan edim. Oladigan moshi yo'l kirasi bilan abetiga yetmaydi, lekin dimog'i osmonda. Eri bilan baravar chiqib ketadi, baravar kirib keladi yana. Xudo yorlaqib ishdan vaqtliroq kelib qolsa, kartoshkani yarmini archib, yarmi archimay o'tiradi. Qarang-a, nima emish? Qolganini erim archsin. Men qovurmasman deydi. Ana, Noinsof. Voy, tavba qildim. Non yesalar semirib figurasi buzilarmish. O'rgildim figurasidan. Yana bir gap. Kelin olsangiz baquvvatidan oling. Yurganda yer titrasin. Sodda bo'lsin, yosh bo'lsin, mehnatkash bo'lsin, qo'shnijon. Ana, eshitdingmi Kamron? Eshitdingmi? Xudo xolasa to'yda ham boshlarmiz. Xudo xolasa. Buni bu yurishi bo'lsa, hali bora bir pensiyaga chiqqaniga uylanib oladi. Keyin xotiningning pensiyasini olib yotasizlar. Qo'ying unaqa demang. Xudo xolasa yaxshi qizlardan chiqadi. Hali gulday yigit bo'lsa bu. men bora qolay ishga. Kech qolib ketdim o'zim. Mayli bolam, yaxshi borib kelding, yaxshi ishlab kelding. Assalomu alaykum. Ilohim yaxshi borib o'g'lim. To'ylaringni ko'ray bolam. Ketganingiz kelsin. Yaxshi o'tiringlar. O'zingni ehtiyotga vaqtliroq kelding-a? Hoş. Yomon emas, Kamronjon. Menga yoqdi. Eng asosiysi menga yoqdi ukajonim. Ma'qul. Yaxshi ish qilsan, yaxshi asar bo'ldi. Tahririyatga berganda aytgin, bosmaxonaga berib olsin. Men aytib sen bo'ldi, malades. 5 dol. Ha, to'xta. Bir narsa so'ramoqchi edim men. Bu to'y qachon endi ukajonim? Bu yaxshi qiz chiqsa uylanardi. Chiqmayapti. Kelin joydamisan? Qachongacha chiqmaydi? Nima ko'p? Yaxshi qiz ko'p. Mana ishxonamizda tahririyatda o'zida qancha qizlar erga tegaman deb yuribdi, to'g'rimi? Ha? Shulardan bittasini topsang bo'lmaydimi?
U yosh qiz qidirganda nima farqi bor ukajonim? Gap yosh emas, yoshni boshga yurasan. Mana bunaqa yoshi uylanib qolsa nima bo'ladi, bilasanmi? Ertaga keyin u faqat injiqligi bor, yig'i-sig'isi bor, bir narsani unga o'rgataman deb seni o'zing qarib ketasan ukajonim. Nima deysiz unda? Yoshi kattasiga bo'lsa ham uylanaver. Yoshi ahamiyat yo'q. Mana menga o'xshab yoshi kattasiga uylan. Sizga o'xshab sizlar yuramanmiki? Nima qildi? Nima deganing bu? Nima qildi? Sen ham sizdan bitta og'izdan chiqadi. Glavniy esa hurmat, sevgi, muhabbat. Shuni esdan chiqarma. Esingdan chiqarma. Har bir buyuk insonning ortida buyuk ayol turgan. Meni ham mana shu joygacha, mana shu kreslogacha yetib kelishimga ham keyin sababchi bo'lganlar. Qolaversa-chi, men ilmiy ishlar qilaman-ku, biron bir doktor skidatsiyatsiyami bir narsalar qilgan paytimda kimyo boray, nima qilay deb sarson bo'lib yugurib yurmayman. O'sha keyin o'zining tanishlari borda, har xil stajlari katta-ku, yoshlari katta, ancha bo'ldi bitta ishlab qo'yganlariga. O'zlari tanishlar borgan, shuni haq tashlaydilar. Ocheret bir narsa yo'q. Shartta hujjatlar tez hal bo'lib ketadi. Undan tashqari mana gonorarlar keladi-yu, o'shalarga ham yugurmayman. Buxgalter bilan ham, bosh buxgalter bilan ham keyin zo'r bor. Unda o'zi kelib turibdi doiragina. Ukam, uylansang yosh kattasiga uylan. Glavniy zaima bir-biridan shunga polimoniya. Ona bola bo'lib yurasizlar demoqsizda. Pul yo'q-a? Bak, yo'q. Biting orasini sani. Yuraver, men ham boydaman. O'rtoq, o'zi uylanasanmi yo'qmi? Ha, uylanaman. Yaxshi qiz yo'q-da, do'stim. Ya qachon uylanasan? Yo, mana shunaqa yurish yoqatdimi senga? Nima deysan unda? Ay, senga bitta ideya bor. Sanchi biznesmenning qiziga uylansang-chi? Menga nima foydasi bor uni? Nimaga foydasi yo'q? Biznesning otasi nimaligini bilasanmi? Sal tushunmayman. Pul biznesning otasi. Do'stim, ertagacha sen $10 qandoq $100 ga aylantirishni bilishing kerak. Qolaversa, men biznesni otamdan emas, qaynotamdan o'rganganman, do'stim. Aytgancha, sen to'yimda bo'lgansan-a? Albatta. Zaksda ko'rganmiding? 20 ta oq jip, 20 ta qora jip kelgan. Ertasiga to'ydan keyin qaynotam qop-qora jipni kaltini qo'limga topshirgan, do'stim. Ana hurmatu, mana hurmat. Unda sevgi muhabbatchi. Qanaqa sevgi? Pul turganda sevgiga balo bormi? Nima deysan unda? Qaynasinimi bo'yi yetib qopti. Zakkonniy qiz. Qaynotamga bir og'iz aytsam, senga nashriyotxona ochib beradi. Ertasiga raqqosalari nechta o'ynashi bor, aktyorlari nechta aktrisa o'ynashlari borligini yozib million pul ishlab o'tirasan. Qolaversa, qaynisinim opasini ko'p o'zi. O'ri chap oyog'i ozgina o'ng oyog'idan kaltaroq bo'ldi. Mani xotinim ham o'ng oyog'i kalta, chap oyog'i uzun. Nimasi yomon? Zato ko'cha-ko'yda erkaklar gap otishmaydi. Mazza qilib biznesini qilib yuraverasan. Do'stim, nima deysan? Boja bo'lamizmi? 16.000 ekan, Qurbon aka. Bo'ladimi? O birammalimiz. Tilla bo'lasan, tilla mahallari zo'r yigitsan. Men kapil o'shanga, akangman. Bo'ri chat qilding lekin. Kelinoying makaronga pul beruvdi. Ishlatib erkakchilik bilasan-ku. Men keta qolay, shoshib turdim. Yo'q. Qayoqqa ketasan? Ay, ishlarim bor, bilasiz. Yo'q, bir-ikki og'iz gapim bor. Ketish yo'q. Ay, yo'q, vaqtim yo'q. Bir-ikki og'iz gapim bor senda. Akangmanmi? Akamsiz. Yo'q, o'tiramiz. Qurbon aka. Yo'q, stolga o'tiramiz. O'tiring. Молодец. Kel, o'tir. Yo'q, berime. Buni bunday solamiz. Men ichmayman, Qurbon aka. O'zingiz iching. Men chertib qo'yaman. Ichmaysanmi? Yo'q. Odamni xursand qilding-da. O'zimga qoladigan bo'ldi. Mayli, men chertganingni ichayman. Shirinligini qara, buni shirinligini. Mahallada eshitib qoldim. Uylanishga tayyorgarlik ko'rayotganimizsan. Shu harakat qilib yuribmiz.
Yaxshi qiz chiqsa. Bitta maslahat beraman senga. Men sizdan ham eshitib qo'ya qolaylik. Aqling bo'lsa, uylanma. Xotinni nima qilasan? Ha? Xotin olding nima yo'q? Tovuq boqding nima? Bular ikkovi ham bir go'r. Ikkovining miyasi skvoznak, shamol. Yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi, to'xtamaydi. Tovuqdan-ku mayli, naqd bor. Tuxum beradi. Tuxum tuqqandan keyin qoqoqlaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Xotinchi. Quruq sapsata. Men kafolat beraman. Quruq gapni olib qochib, ularga tepadi xolos. Ana shunaqa. Shuning uchun aqling bo'lsa, uylanma ukam. Bu akalik maslahatim senga. Ha, aytgancha bu xotinimni taniysanmi? Taniyman, Qurbon aka, taniyman. Onasi rosa menga maqtab, bu dunyoda bundaqa kamsuqum, shirin so'z qizni topolmaysiz. Yo'q dedi. Qanaqa shirin so'z? Tilidan shunday zahar tomadi. Yo'q, yo'q. Garantiya beraman. Xotinimni ro'parasidan kobra og'zini ochib vushillasa, xotin bitta desa, kobra Allohu akbar. Joyda o'ladi, qoladi. Shunday. Mana shu meni boshimga tushayotgan savdolar seni boshingga tushmasin deyman-da. Bu ko'zga ham tushgan ekan-da. Ana shuda. Yana bular nimaymish, o'zlaricha bizni tergamoqchi bo'lishadi. Yarim kechasiga bizni bezovta qilyapsiz. U yarim kechasimi? Tong otarmi? Uyimni topib to'ppa-to'g'ri kelyapmanmi? O'shanga shukrqa. To'g'rimi? To'g'ri. Yarimta oda chiqaribdi. Yaqindan. Keladigan bo'lsam kechqurun bolalarni olib darrov qo'shniga zupillab lokaylab chiqib ketadigan bo'lib qoldi. U keldimmi noinsof, birikta mushtimdan ye, tepkimdan ye. Mazza qilib lazzat olmaysanmi o'shalarda? Ana keyin bolang bilan qo'shilib, qo'shniga lokillizam, so'kkilizam chiqib ketdi. To'g'rimi? O'zingiz ham damashni bashor ekansiz-da. Albatta, shunaqa paytlarda asqotadi kuchli bo'lganing. Shuning uchun uylanma. Boya aytdim-ku, uylanib nima qilasan? Undan ko'ra ulfatlari bilan mazza qilib yallo qilib yurgan. Dardim ko'p senga aytaman desam. Yashang, bo'lmasa men keta qolay. Bayli. Qaq ketasan endi. Ishga Qurbon aka. Rahmat maslahatingiz. Omad. Maslahat kerak bo'lsa, kelib turgin, kelgin bizniki. Bugun men Qurbon Chagayev deb yuraman sizni. Sog' bo'ling. Bayli. Rahmat. Sog' bo'l. Kelin olsangiz baquvvatidan oling. Yurganda yer titrasin. Sodda bo'lsin, yosh bo'lsin, mehnatkash bo'lsin, qo'shnijon. Ha, haliyamchi, o'sha tog'angning qizidan qolma Kamron. Aqlli, esli hushli, animasi ham o'zimizniki. Qaynisingizga bo'yi yetib qolibdi. Zakkonniy qiz. To'g'ri, chap oyog'i ozgina o'ng oyog'idan kaltaroq bo'ldi. Yoshi kattasiga bo'lsa ham uylanaman. Yosh ahamiyat yo'q. Mana, menga o'xshab yoshi kattasi bilan esingdan chiqarma. Har bir buyuk insonning ortida buyuk ayol turadi. Xotin olding nima yo'q? Tovuq boqding nima? Bular ikkovi ham bir go'r. Nazokat keldingmi? Men parkda turibman. Qattasan, tezroq kelgin. Yaxshi qiz. Soatingiz necha bo'ldi? Telefonda ochib qoldim. Siz bilan tanishmoqchi edim.